Umuman bolalarni Qur'onga majburlamanglar. Hech qachon urib o'qitish mutlaq mumkin emas. Mutlaqo o'zingiz kitob o'qimaguningizgacha bolangizdan hech qachon kitob o'qishini talab qilmang. Bu noto'g'ri narsa. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Ikkinchisi, hech qachon farzandingizga majburlab kitob o'qitmang. Hech qachon. Hattoki Qur'on yodlatishda ham Aljon aka ko'p aytadilar-da, umuman bolalarni Qur'onga majburlamanglar. Hech qachon urib o'qitish mutlaq mumkin emas. Mutlaqo sizlar bitta musulmonlarga dushmanni tarbiyalayapsizlar. Qur'onni yomon ko'rib qoladigan, bezib qoladigan odamni tarbiyalayapsizlar der edi. Uchinchisi, kitobga muhabbat uyg'otish uchun bolani rag'batlantirish kerak. O'g'lim yoki qizim, agar mana shu kitobni, masalan, mana shu kitobni qulog'im senda qizim kitobi. Shu kitobni qizim mana 7 ga kirdingiz, 10 ga kirdingiz, shuni o'qib chiqsangiz, keyin men sizga mana bu narsani olib beraman. Rag'bat. Inson o'zi rag'bat va jazoni, ya'ni mukofot va jazoni o'rtasida yashaydi-da doimo. Bitta ishni qilmasligining sababi jazolanishdan qo'rqadi. Bitta ishni qilishligining sababi mukofot olish uchun. Majburan qilingan narsalarda muhabbat bo'lmaydi.